alaykum hurmatli hamkasblar. Mana bu men O'tkin tuman 12-o'rta o'rta ta'lim maktabining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida ishlab kelmoqdaman. Mana bizning maktabimiz yaqinda bizning maktabimizda prezidentimiz Shavkat Miromonovich tashabbuslari bilan, e'tiborlari bilan maktabimizda yangi 540 o'rinli 6 milliardga yaqin bino qurib bitkazildi. Bundan bizning jamoamiz, maktab jamoasi hammalari xursand. Xursandchiligimizning cheki yo'q. Bundan o'quvchilarimiz ham xursand. Demak, maktabimizda shu xursandchiliklarni nimasini davom ettirgan holda hurmatli o'quvchilarimiz, mana yaqinda 10-sinf o'quvchilarimiz 52 nafar bitirdi. Bundan 60% maktabimizdan oliy ta'lim o'quvlariga kirdilar. Qolgan qismi esa ish bilan band bo'ldilar. Xo'sh, yaqindagina olimpiadalarga o'quvchilarimiz faxrli 2-1 o'rinlarni olib kelmoqdalar. Mana yaqinda geografiya fanidan bo'lgan tumanda bo'lgan olimpiadada o'quvchilarimiz faxrli 2-o'rinlarni Ahmad va Parizoda faxrli 2-o'rinni egalladilar. Demak, bundan yana bu yo'g'ga ham olimpiadalar davom etmoqda. Men o'ylaymanki, o'quvchilarimiz nufuzli 1-2-o'rinlarni egallab keladilar deb umid qilaman. Demak, yaqinda 5 tashabbus olimpiadasida ham maktabimiz yutuqlarini aytib o'tsam, 5 tashabbus olimpiadasida ham respublika bosqichida, viloyat bosqichida o'rinlarimiz bor. Demak, 11-sinf o'quvchimiz Kamol va Dilnura 1-o'rinni respublika bosqichida egalladilar. 7-sinf o'quvchimiz Najmiyeva, Olimova Azizalar, Najmiyeva Karimalar 5 tashabbus olimpiadasida 2-1-o'rinlarni egallab qaytdilar. Rahmatullayev Sherbek o'g'limiz esa 2-o'rinni egallab qaytdilar. Bundan biz hammamiz xursand. Prezidentimizga e'tibor berganlari uchun prezidentimizga alohida rahbarlarimizga alohida o'z tashakkurimizni bildiramiz.